Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi o'rganadigan narsamiz rабочий stoldagi kompyuter rабочий stoldagi mening kompyuterim yoki belgisi yoki initiative space topishni o'rganamiz. Mana shu yerda turadigan mening kompyuterim belgisini. Uning uchun biz albatta birinchi o'rin sichqonchaning o'ng tomonini bosib olamiz va shu yerdan show more options ga kiramiz va bu yerdan personalize ga kiramiz. Mana kirganimizdan keyin mana personalized ichida Zems degan narsa bor. Shu belgini bosamiz va shu yerda desktop icon settings bor. Bu kompyuter belgilarini topish degan ma'nosi ham bor. Uni kiramiz va shu yerda mana this space bor, mana shuni kompyuter belgilab olamiz va buni ham va OK'ni bosamiz. Endi chiqib ketamiz. Mana endi bu this space mening kompyuterning belgisi mana paydo bo'ldi.